Birinchi farzandim tug'ilganda Tojmida hali talaba edim, akушер-ginekologiyada o'qirdim. Farzandim tug'ilishi karantinga to'g'ri kelgan. Ozgina muddat farzandim tarbiyasi bilan, farzandim voyaga yetkazish bilan band bo'lib, bolam 1 yosh 3 oylik bo'lganda raddomga ishga chiqqanman. Yangiyo'lda Halqabad raddomida ishlaganman va raddomda shunaqa ediki, bizani bitta kirurg vrachimiz bor edilar, yosh katta kesirvalarni qilardilar, operatsiyalarni qilardilar va zavidushimiz bor edilar, chiroyli yosh ayol va ular ko'proq majlislarda bo'lardilar, boshqa ishlarni qilardilar va sement zavodiga ham, nima deydi, otash zavodiga ham umida bo'lgan o'sha paytda, ya'ni raddomda deyarli hamma bo'limiga, tug'ruqqa ham, poslerodoviga ham, UPBga ham, ya'ni сохранениyaga ham, ginekologiyaga ham qaraganman va raddom men uchun juda ham katta tajriba maydoni bo'lgan va shu vaqtni o'zida menda juda ham xalqning og'ziga tushib, yaxshi tug'diradi, yosh bo'lsa ham yaxshi bilimi bor degan maqtovlar yordamida xalqqa tanilganman.